Hali ko'rsatib qo'yaman kim satang bo'lishini. Siz tegurmang, tushundingizmi? Voy, bilmasam hali. Voy, oyoramas. Qo'ying. Men endi ammajon, boshimga chiqib oladigan, pul qilib ish qildiradigan avvalgi Marjon emasman. Endi ular men bilan hisoblashishga majbur bo'ladigan kelin bo'ldim. Hali ko'rsatib qo'yaman. Qo'l ko'tarish qanaqa bo'lishini. Oshxonada o'ynab, bu ozgina guruch to'kib qo'ygan ekan. Shunga siltalab, buni urishib, yig'latib, qiynab yotibda shundoq ustiga kirib qoldim. Nega uradi bolani? Erkak bo'lmay ursini, lo'q uring. Ana choli deb so'ramadimi? Unaqa so'rash xayoliga ham kelmadi. Meni sevib qo'ygan, aqli hushidan ayrilgan. Meni noto'g'ri tushunyapsiz Rustam aka. Iltimos, o'zingiz bosing, gaplashib olaylik. Meni yaxshilab eshit. Men uchun onam va qizim dunyoda birinchi o'rin. Ularni deb hatto hammadan voz kechaman. Sendan ham hech ikkilanmasdan. Ovsin. Oo, Assalomu alaykum Ovsinjon. Yaxshimisiz? Salomatmisiz Ovsinjon? bormisiz? Ha, borman. Yelib yugurib yuribman-da Ovsinjon. Ey, massa qilib sizga yangiliklardan aytaman. Eshiting. Hop. Aytingi, yotaverib zerikib ham ketdim. Shuda? Shu desiz Norgul opa, bechora adoyi tamom bo'lgan. Unga nima qildi? O'g'li Nodir kuydirdi. Ko'chadan bittasini-chi, mana shunga uylanaman deb olib kelibdi. Voy, Ha, men mehmonga bordim. menikiga kelmaysiz. Norgul opanikiga borasiz. Ey. Ovsin. Men-chi, u qilgan kelinni qanaqaligini ko'rgani bordim. Qanaqa Eshikni ekan? taqlatishim bilan ichkaridan kim degan ovoz keldi. Eshikni, sochlarini yoyib olgan bitta juvon ochdi. Na salom bor, na Ali bor. Oh. Voy o'lay. Xullas, Norgul uyda ekan, ichkariga kirib bordim men. Uy ichida dardlashib o'tirdik. Oy. Shuchi boshimga balo bo'ldi deganini bilaman. Haligi kelin uy ichiga otilib kirsa bo'ladimi? Yo'q-e. Ha? Kimni haqorat qilyapsiz deb baqirib ketdi. Hey, Norgul opam, sen satangni dedi. Haligi kelin bo'lsa, kim satang deb shundoq Norgul opaga yopishdi. Voy, o'lmasam. Norgul opamchi, anuni sochlariga shundoq chang soldi. Ikkalasi shundoq olishib ketdi. O'rtadachi ajr tolmay qoldim. Bir payt Norgul opa kelinini Ha, ayting. Norgul opa kelinini bir siqim sochini yulib oldi. Voy. Voy kelinchi, voy dod. Erim chaqiraman. Menisi chaqiraman deb chiqib ketdi keyin. Sizga hech narsa qilmadim ish qilib? Men ketdim dedim-ku, ura qochdim. Voy. Yaxshi qilibsiz. Xudo bir asrabdi-ya sizni. Voy Ovsin, shuni ayting. Yomon kelin tushsa urdi xudo deganlar shu ekan. Ha, shuni ayting. Ularni ko'rsiz, Ovsin, men bo'lmabman-da. siz qochardingiz. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sojida yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi o'qib yuribsizmi? Ha, rahmat. Yaxshi o'tiribsanmi? O'zingiz qalaysiz? Uydagilar-chi? Uydagilar yaxshi o'tiribdimi? Ha, yurishibdi. Uzr, sizni vaqtingiz oldimmi? Yo'q. Nimaga? Aksincha xursand bo'ldim. Rostdanmi? Sojida, hali ham tayyorlov guruhida o'qiyapsanmi? Yo'q, ancha bo'ldi, tashlab qo'ydim. Ha, bekor qilibsan. Kelib tayyorlov guruhida o'qisang, tez-tez ko'rishib turardik. Bilmadim, o'ylab ko'rishim kerak. O'ylab ko'r, mayli. Borsam endi qabul qilarmikan? Tayyorlov guruhi kafedrasiyaga uchraymiz. O'qishni tiklaymiz. O'zim senga yordam beraman. Xo'p, Omila bilan bir maslahatlashaychi, keyin sizga qo'ng'iroq qilaman. Yaxshi kutaman. Bo'pti, mayli, xayr. Sojida, tezroq kel. Bir Marjonani rashkini keltiray, birga yurib, bir kuydiraylik. Yonib kul bo'lsin u ham.
o'zgarib qolgan. Xuddi ichiga jin kirib olganga o'xshaydi. Yo'q-e. Tavba deb gapir. Jin kirishdan Xudo saqlasin. Opa, u mutlaqo hozir boshqa odamga aylanib qolgan. Ko'zlari ham sovuq. Nigohlari juda sovuq. Ko'zga tik qaraydi, bezrab qaraydigan bo'lib qolgan. Meni qo'rqitma, Matluba. Tavba. Hozir o'zi ham kelib qoladi. Ko'rasiz. Gaplashib ko'ring-a. Mutlaqo boshqa odamga aylanib qolgandek. Hozir kelib qoladi, opa. Yo'q, qo'y. Men keta qolay. Qo'y, bu oilaviy mojarolarga meni aralashtirma. O'zi oxirgi paytlarda-chi, qarinman shekilli. Chumchuq pir esa yuragim shig' etyapti. Yo'q-e. Katta gapiradingiz-ku. Meni ismim bekorga adolat emas. Haqiqatni odamning ko'ziga tik qarab gapiraman debdingiz-ku. Shunchaki men gaplashib ko'ring dedim xolos. Men sizga bilan urushib, yumdalashing, yulishing demayapman-ku. To'g'ri. Mayli. Gaplashib ham ko'rmay qo'ya qoling. Qo'y, jahli chiqadi. Meni g'iybat qilib o'tiribdi dedi. Hay tavba. Oilaviy mojarolaringga-chi, mashmashalaringga meni aralashtirma. Bo'pti, yaxshi o'tir. Sog'ayib ketgin o'zing tezroq, xo'pmi? Bo'pti. Ketdim. Mayli. Boshqa paytda aralashasiz hammaning ishiga. Yaxshi o'tir. Katta gapiradi, mak-mak qilib olib, adolatman deb. Adolat bo'lmay, har narsa bor. Qanaqa adolat bu? Shundan qo'rqdimmi? Dadajon. Rahmat qizim. Oyjon, choy iching. Unda odamga o'xshab choy uzatganda ichsang-chi. Oling. Seni odam deb choy uzatdi. Oyi, nimaga shunaqa qilasiz? Sizga nima yoqadi o'zi? Sizlar buni menga qilayotgan muomalasini bilyapsizlarmi? Ha, sezyapsizlarmi? Nodir, senga xotiningning muomalasi bilinmayaptimi? Voy. Men tushunmadim. Muomalasiga nima qilibdi? Oyi, shu bechora endi o'tirsa o'poq, tursa so'poq bo'laveradimi? Qo'ying endi, tinch yashasin. Bilasiz, siqilsa bolaga zarar bo'lishi mumkin. Agar shunaqa davom etadigan bo'lsa, nevarang nogiron tug'iladi. Menga qara, sal kallayni ishlatgan, bas qilinglar. Voy, oyjon. E'tibor bermang kelin. O'ziga kelib qoladi. Yaxshi. Shu holatda davom etaver. Har bitta xatti-harakating o'zingga qarshi ishlayotganini o'zing bilmayapsan. Hali seni shunday qilaman, sipas jinniga chiqib qolganingni o'zing bilmay qolasan. Ering bilan mana bu laqma o'g'ling o'zlari seni jinnixonaga joylashtirib kelishadi. Ha, aytmoqchi dadajon, shirinlik ham pishib qoldi, olib kelingmi? Yo'q. Ovora bo'lmang. Voy, ovorasi yo'q. Bilasan, shirinlikni yoqtirmayman. Menga olib kel, og'a. Xo'p. Assalomu alaykum. Rahmat, yaxshi. Qachon kelasiz? Yo'q, hamma narsa bor. O'zingiz kelsangiz bo'ldi. Nonchi? Non bormi? Voy, yaxshi eslatdingiz. Non yo'q. Non olib oling. Non olganman. Aha. Bo'ldi, hozir kiraman. Kiryapsizmi? Xo'p. Asal, qizim, keling daftar olaylik. Xo'pmi? Stol bezatamiz deb asalim bering, xo'p? Yo'q. Hozir stol bezatamiz. Yana siltalayapsizmi nevaramni? Yo'q, oyijon. Qo'ying, chizaversin rasmni. Jonim bola. Nima qildi? Urdimi seni, a? Urdimi? Voy jonim, meni aqlligim asalim. Kelin, yana bolani urdingizmi? Yana turtkiladingizmi, a? Yo'q, oyijon. Nimaga turtkiliyman? Dasturxon yozmoqchi edim shunga. Aldamang. Rost, oyijon. Nimaga bolani o'z holiga qo'ymaysan? Chizavermaydimi daftarga? Mana shunaqa bo'lar bo'lmasga bolani hadeb turtkilayverishingizchi jonimga tegib ketdi. Tavba. O'gay baribir o'gay ekanda. Buncha chiroyli chizibsan. Ol qizim chizaver. Bemalol chizaver asalim. Nega oyijon meni bunchalik yomon ko'rarkin-a?
qachongacha arzimagan sabablar bilan Rustam akam bilan bizni ayiradilar. Axir Asalni siltalamadim, qattiq gapirmadim. Faqatgina bunaqa qilmagin deb gapirdim xolos. Noto'g'ri qildimmikin? Bunday qilmasligim kerak edi. Axir bolaga nima yaxshi, nima yomonligini o'rgatishim yomonmi? Yoki bolam yo'qligi uchun ham bolaga qanday munosabatda bo'lishni bila olmayapmanmikin? Ey Xudoyim, buncha qiyin bo'lmasa bu oilaviy hayot. Vaqti kelsa hattoki sevgan insoning ham seni tushunmas ekan. Nahotki Rustam akam shunchalik tor fikrlasa, bilimli, o'qimishli inson bo'la turib, vaziyatni to'g'ri baholay olmasa, qanday yo'l tutishni bilmayapman. Hozir qayerga ketdilar? Menga jahl qilib ko'chaga chiqib ketdilar. Yarim tun bo'ldi, qayerga ketdilar? Oyijon xonasidanmikinlar? Ha, kelin. Kimga moral? Oyijon, uzr. Rustam akam jahl qilib ko'chaga chiqib ketgandilar. Shunga siz bilan gaplashib o'tiribdilarmikin deb o'yladim. Yomon xotin erni uydan bezdiradi-da, shuna. Oyijon, unaqa demang. Tushunmovchilik bo'ldi-ku. Iltimos, shuni deb tortishmaylik. Rustam akamdan xavotir olyapman. Yarim tun bo'ldi. Telefonlari ham o'chirilgan. Ha. Qilg'ilikni qilib qo'yib, endi xavotir olyapsizmi? Men qayoqdan bilaman qayoqqa ketganini? Bolam bechora ishdan charchab kelsa. Lekin uyda na halovat bor, na xotirjamlik bor. Sadqaga kelin keting. Nima qildi? Iriz bankdan kredit olyaptimi? Oyga demaydi. Akasiga qolsa, men o'lib ketsam ham mayli. Tavba qildim. Shunaqa noinsof bo'ladimi o'sin? Necha yil invalid bo'lib yotgan ukasiga navaslarini sotib, allaqancha pullarni to'ladi. Shuni aytaman-da o'sin. Lekin bo'ldi uka. Kredit olma. Bog'dan bir qismini sotamiz. Xotiningni davolat. Desa bo'ladi-ku? Nima? Men ukasiga kerak emasmanmi? Ey, erizga shuni ayting. Undoq qattiqroq turing o'sin. Har balo qilsa ham bog'dan yerni olsin. Siz davolasin. Bo'ldi. Shunday qilaman o'sin. O'z holiga qo'ymayman. Qo'ymang. Hech ham qo'ymang. Dadasi, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Nimaga o'ylanib turibsiz? Habiga qiyin bo'ldi. Bog'ga ishga chiqmoqchi edi. Xotiniga qaraydigan odam yo'q. Voy tavba. Bu bechoraning bir qarindosh urug'i ham yo'q. Uzoqroq bir qishloqda xolasi bor edi-yu. Tirikmikin? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I
had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Tinchlikmi? Ey, insof bormi senga gajinda? Ey, soat nechi bo'ldi? Men qayerdan bilay? Menga farqi yo'q. Nechi bo'lsa bo'lsin. Uyqum kelyaptimi, uxlayman. Kelin degan mundoq ertalab turib, tong sahardan eshiklarni supurmaydimi? Ey, nas bosib, tushlikkacha yotasanmi? 12 bo'lay deyapti. Nima deding? O kampir, ola shaqshaq. Agar yana bir marta kelib, mana shu eshigimni tepib, meni shirin uyqumni buzadigan bo'lsang, yaqin orada mana shu hovlida seni janozangni o'qishadi, tushundingmi? Tushunmadim. Urmoqchimisan? O'ldirmoqchimisan meni? Kerak bo'lsa, uraman ham, o'ldiraman ham. Ey, qayerda yashayotganingni unutma. Darbadar. Agar meni boshimdan bir tola sochim to'kilsa bor-ku, qani bu yerda sen yasharmikansan? Mayli, mazza qilib yot, meni davrimda, meni uyimda. Qani, qachongacha cho'zilar ekan? Yaramas takasaltang. Bor. Assalomu alaykum, Ovsin. Yaxshimisiz? Yaxshi bo'lib qoldingizmi, Ovsin? Yaxshimisiz kelin? Yaxshi emasman. Nimaga keldinglar? Ustimdan kulganimi? Yo'q, bu nima deganingiz? Bilaman. Siz soppa-sog' yurganimda ham menga kun bermagansiz. Endi nogironligimda nima qilardingiz? Nima ko'rib battar bo'l deb kulgani keldingizmi? Unaqa demang kelin. Ha, nima dey? O'zi sizlar mendan qutula olmay yurgandinglar. Birato'la o'lib ketmadi deb ichlaringda afsuslanib yurgandirsizlar. Kelin, unaqa demang. Ovsin, tavba qildim deng. Nimaga unaqa deysiz? Nima biz sizga dushmanmidik? Ha, dushmansizlar. Iya. Do'st emassizlar. O'shir ovozingni to'tilsa. Yo'q, Habibullajon. Uyalmaysanmi? Kerak emas. Kasalda, kasal. Qo'ygin. Qo'y. Xafa bo'lmang yanga. Shunaqa injiq bo'lib qoldi bu. Keyin bu Jamilani ham shunaqa deb xafa qilardi. Hech qisi yo'q. Habibullajon, men Ovsinni tushunaman. Dard chekayotgan odam shunaqa bo'ladi. Biz bir kun, yarim kun qilib Qumrixon bilan kelishib, o'zimga qaraymiz degandim. Kerak emas menga qarashingiz. Qumri kelib qaraydi. Siz shart emas. Shunaqami? Mayli. Mayli unda. Yaxshi. Habibullo, biz bora qolaylik. Ha, ilohim. Ovsin shifo bersin. Tuzalib keting. O'tirsanglar bo'lardi. Boshqa safar. Ha. Mayli. Rahmat. Namuncha ovsining ichi qora,